2025 yil 30 dekabrda RTV kanalida kutganimiz Marjona o'zbek serialining 37 qismi chiqadi va bu voqeani o'tkazib yuborish mumkin emas. Har bir qism bilan bu hikoya yanada chuqurroq o'ziga tortadi. Ehtiroslar girdobi, oilaviy sirlari va kutilmagan burilishlar. Yangi qismda Marjona jiddiy tanlov oldida qoladi. Eski sirlari yuzaga chiqib, yaqinlari bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi. Bir qahramon esa o'zining haqiqiy yuzini ochib, dramaga qo'shimcha intriga keltiradi. Hissiyotlar chiqisi, ko'z yoshidan tabassumgacha. Bu serial o'zbek televideniyesining haqiqiy marvaridi. Aktyorlarning ajoyib o'yini, jonli dialoglar yurakni zabt etadi. Mavzular esa har kimga yaqin: sevgi, xiyonat, kechirish. Marjona oilani qadrlashni va eng qiyin paytda ham yaxshilikka ishonishni o'rgatadi. Millionlar uchun sevimliga aylangani ajab emas. Dinamik syujet qo'yib bo'lmaydi. Qahramonlar esa hayotdan olingandek real. Albatta TVni yoqing. Bu qism eng yorqinlardan biri bo'ladi.